Men qo'limni hozir yuvib chiqqan, shunga qo'lingiz palaykan, obo degandek gap so'zni oz qilsanglar. Mening qo'lim palaydan pakiz. Bugun o'sha o'roqlash qarta yana bir qatam talqon so'qib chiqarib beray. Mushun tafsiliy ko'rib topa olsanglar, mush bo'yicha iste'mol qilib bersanglar bo'ladi. Anan degan mash talqon emas meg'iz turgan mening ichki mijozim issiqda qavziyat qilib qo'yamdi. Qandaylik badan o'zgarish bo'ldi deb tekchiq so'rab ketdinglar. O'rtoqlar bir javob bersam, qavziyatni qilib qo'ymaydi, ichingni surib bermaydi. Ichingni surish uchun cho'qim buningga ya sanna ya surki doris qilsak bo'ldi. Uningda bir odamning badan sapasi bir odamning o'xshamaydi. Shunga biz eng tabiiy meg'iz turlari, sayko'ktat turlari, uningdan boshqa mevchining turlarini aralashtirib talqon so'qimiz tafsiliy kirib o'rganinglarmiz. Mava qo'noq yarmisi odatda biz oilada iste'mol qiladigan qo'noq shu. Bu hargiz xomparisi chiqmaydi. Biz hammani zavoddan qo'rib pishqalat eklamiz. Shun xotirjam iste'mol qilsanglar bo'ladi. Agarchanda o'zinglar bozordan tepib qolsanglar, cho'qim pishqin tepinglar, bo'lmay qolsa cho'qim qo'rib etmasanglar, qo'sqonni isib qo'ydi. Andan keyin mava Xiaomi kichik qo'noq deymiz hisobda bumi o'riqlash qarta bek yaxshi. Andan keyin mava solo yarmisi ham shu solo yarmisini o'riqlashga iste'mol qilib baqali bo'lishi mumkin. Buning unum bek yaxshi chiqadi. Andan keyin mava qar purchaq. Purchaqning ham may serishi roli bor. Andan keyin mava olvandaq purchaq deymiz. Bumi hisobda shu may serishga foydasi bor. Badandagi mayni serishga foydasi bor. Andan keyin mava ko'k tofu hisobda. Ko'k tofu ishlab chiqargan hisobda ko'k mash. Mushningdimi aralashtiramiz, bu shu may serishga yaxshi. Andan keyin mava qizil tofu, buningdan azroq aralashtiramiz. Ma tofu turlarini aralashtirib oldik ham, tushunami? Endi buningga no'qit aralashtiramiz. Odatda no'qitningmi may serish roli va bu purchaq turlarini, oshliq turlarini aralashtirib qilib bo'ldik. Endi bu qavziyat qilib qo'yamdi, issiq kelib ketamdi deganligi buningga biz qavziyat qilib qo'ymaydiganga, tarifni ravon qiladiganga shangju qiqini aralashtiramiz. Shangju qiqini aralashtirib olsak, odatda tartib kelmaydiganlarni shangju yapasa tartibni deydigan, uni men demasam hamma bilasizlar. Andan keyin yog' olma qiqi. Yog' olma qiqini aralashtiramiz. Bu olma qiqining bek yaxshi badandagi mayni serishga bek yaxshi roli bor. Lekin mava sebzining quritgan qiqi hisobda, qizil sebzining qiqichi. Buni aralashtiramiz o'xshashlar. Bu xil quruq yemekliklarimizni, masalan, mava meg'iz turlarini aralashtirdik, oshliq turlarini aralashtirdik, uningdan boshqa mava sayko'ktat, meva turlarini aralashtirdik. Shunga bu qavziyat qilib qo'ymaydi. Ichingizda surib muqib bermaydi, qavziyatni qilib qo'ymaydi. Lekin meni yeb iste'mol qilganlarning eng yaxshi inkasi qavziyatim eg'irdi, tartibni shunda bilan keltirib berdi deb shunda bek xo'shulab inkasini bergan bo'ldi. Endi buni tegishli holatda aralashtirib olamiz. Men qo'limni hozir yuvib chiqqan, shunga qo'lingiz palaykan, obo degandek gap so'zni oz qilsanglar. Mening qo'lim palaydan pakiz. Mushkil holatda aralashtirib olamiz shu buning hammani. Endi men aralashtirib olgan quruq oshliq mevaning mushta qaqlarini, mushta ezilgan mashinaga selib 16 kagcha bek ushoq holatda ezib tayyor qilib olamiz. Bek unda qalet ezib tayyor qilamiz. Shunga ayliqqa choy ichiga vaqtimi, menda ayliq pomlashib oladigan yo gada jirik holatda chiqmaydi. Xotirjam iste'mol qilsanglar bo'ldi. Talqonning rangi mushkil holatda chiqadi. Amasi oshliq, meg'iz, andan sayko'ktat turi. Shunga bek xotirjam iste'mol qilsanglar bo'ldi. Buning hech qanday rang yo chirchishdan saqlaydigan ximiyalik tarkiblik narsalar qo'shilmagan. Qanday mushta unda holat suqab tayyor qilib olgan keyin ikki qo'shiq atrofida qaynoq suv tangshib iste'mol qilib olsanglar bo'ladi. Talqonning ta'mi tatliq chiqmaydi. Andan bek sesliq yo biyaram ta'mdim chiqmaydi. Lekin men tatliqroq yeyishni yaxshi ko'radiganlar bo'lib qolib qolsa, musha asaldan yarim qo'shiq atrofida mush choyni qaynatib, ustiga aralashtirib iste'mol qilib olsanglar bo'ladi. Buni amal bo'lsa mush oqshimisi, kechki tomoq o'rniga iste'mol qilib olsanglar yaxshi. Qana degan oqshimisi harakat yo'q, tomoqni yeplam yasanglar samrib ketadigan ahvol jiqroq bo'ladi. Shuning qarta mush oqshimisi tomoqni oz yeysizlar, yengil tomoq yeb, ikki qo'shiq atrofida iste'mol qilib olsanglar bo'ladi. Mush bir qutisida hisobda 3 kilodan 5 kilogacha ig'irlik tashlay olasizlar. Undan boshqa bayatimi deb o'tdim, yana bir deb beray. Qat'iy ximiyalik tarkib yoki rang deydigan narsa qo'shug'liq emas, anandekin hammasi pishib holatda chiqqan meg'izlar. Hisobda buni xom altini tutiblam yeysanglarmi? Yigil bo'ldigan darajada pishib qo'riqliq holatda chiqadi. Shunga qo'saqni esib olamdi, yo ta'mi bir xil sesiq biyaram ta'mi chiqamdi deb g'im qilmasanglar bo'ladi. Shu darajada yaxshi chiqadi. Agar sirtdan topa olsanglar, men aralashtirgan narsani aralashtirib, mushalat suqab iste'mol qilib bersanglar bo'ladi. Agarchanda sirtdan tepish bizga sal qulaysizgan deb qolsanglar, men tayyor qilib sep bersam bo'ladi. Har kunlik ham shunda tabiiy meg'iz turlarida o'zinglarni kutinishni, anadan boshqa o'riqlashni qat'iy uzil deb qo'ymanglar. O'riqlash ko'pincha vaqtda go'zallik uchun deb xato bir ko'z qarash bo'lib qoldi ekan. O'riqlash amaliyotda sog'lomlik uchun. Ta'mim shundek yaxshi chiqibdi. Unda bo'lsa qo'llash bek oddiy yaxsiz jurkonini berib o'tgandan keyin qo'shmagali qo'shib olgandan keyin davomli holatda filmning davomida diqqat qilinglar. Kelar filmni ko'rishlik. Xayr xo'sh.